Ameliyatda ailede güyrü lağmanның seni qo'rish unchalar tas emas. Mendek mushkul usulda qo'rishni o'rganib oladigan bo'lsanglar, ta'mi sirtnikidan qilishmaydi va itisuli mintayin oddiy bir ko'singiz o'rganib olalaysiz, ta'mi kep ketmaydi. Buni qanday qatdimki, qanamiz birlikda o'rganamdi. Eng avval qo'y go'shti yoki kol go'shtini videoda ko'rsatgandek biz shilib to'g'rib olgandikin, endi buni tamlantirib olamiz. Go'shtni tamlantirish uchun azroq janyu, tuz, ahmush, kao uchun uni azroq suvmay berib tayyorlashtirib olamiz. Ondan keyin ba'sani yaplaqlab mushnaq shilib to'g'rib olamiz. Ondan keyin pomidor, ko'k qizil lazlarni videoda ko'rsatgandek 3 bulon shaklda to'g'rib olsanglar bo'ldi. Ondan keyin oldin ola mo'rini so'g'chilab tayyorlab pokuz yuvib olamiz. Güyrü lağmanның alayidligi go'shtlarimiz bir maydizali qilib elib olamiz. Sho'ng mayni sal jaqaraq qo'yamiz. Ko'rib turganinglarda go'sht sag'irib mana mushalab ketganda ba'say ko'k qizil lazlarni silib 1 minut atrofida turg'iziblan suzib elib olamiz. Diqqat qildiganlar seko'k tatlarni maydabak uzun turg'izib etmaymiz. Ondan keyin qozonga qayta boshladan azroq may qo'yib samsaq, piyoz, zanjibillarni silib mislik purq chiqqandan keyin tandirni silib qo'yamiz. Qizartish uchun uyimiz chanvagan lazımmi bir qo'shqa atrofida silib etamiz. Ondan keyin güyrü lağma etgani komboz bo'lmaydigan cho'ng ustamning alayid lağman tetikdan bir qo'shq silib etadigan bo'lsak, rangi, ta'mi ajoyib keldi-jimi. Cho'ng ustamning cho'nliqida qinislan bir ishlatib sinab yiqqanlar ta'mi kep ketmaydi. Ondan keyin mo'rni silib qo'raymiz. Qo'rish jarayonida 2 qo'shqa atrofida qaynoq suv qo'yib etamiz. Azroq tuz silib etgandan keyin saychilashqidek suv qo'yamiz. Ondan keyin maydan o'tkazib olgan seko'k tat go'shtlarimizni silib yaxshi bir qo'rib olgandan keyin taqsiga asaqli bo'ldi. Qaranglar o'xshab ketganiga. Oilda mana mushkul usul bo'yicha lag'ma aytib yeydigan bo'lsanglar, ta'm tilinglarda qag'idek ajoyib o'xshaydi-ku.